Assalomu alaykum. Bu saatlik dersimizde biz film ahirini işlashni o'rganib o'tamiz. Undaq darsligimiz kirayli ya. Ya'ni yiziq taxtasidan foydalanamiz. Ctrl T'ni bosdim. Ko'znak yechib oldim. Ko'znak yechib oldim. Shakllardan foydalanib ramka chiqar, oddiy bo'lgan ramka chiqara olay. Mana. Bunu qizil turaversin. Toza o'xshash kelmagandek chiroy. Undaq kelsa. Mana. Bunu qo'yib oladigan bo'lsak, bundaq keldi ha. Sal cho'ngib ketibdi, kichiklatib o'tay ya. Bundaq bo'lsin. Ondan biz Ctrl T bu tugadi. Ben bunu chiqarib bo'lgan bo'lay. Buni qo'yib olsam bo'ldi. Bundan foydalanib yana bir unum qitvarsam bo'ldi ekan, chiroyli chiqarish uchun. Tuzlardan qo'yib o'tay. Bunu köpeytip büyüğüme ekil olay. Kan bulaş için aslı diken tanesi. Bu bundaq bo'lsin. Endi men harakatlik yiziq kirgizib olay. Yiziq deganning ichidan dong tagi o'zi. Bu yerga bu doirada chiqsin, mush doiraning ichida men yozgan xatlar chiqsin. Uyg'urchani yana el-katibni kirgizib olaman. Masalan, bu film ahiri bo'lg'achqa programma bu deb yozmay, film ahiri deb yozay. Film ahiri. Tartib qilib ma'ayli. Bunu ko'chirib oldim. Yiziq taxtasidan birini quray. Yiziq taxtasidan birini qurdim. Bunu chaplab oldim. O'ttirib tanishib oldim. Xatning rangini qora qilib olay. Qora bo'lgandan farqlantirish qulay bo'ldi. Bo'ldi.
oddiy bo'lgan bir film axir bo'ldi bu. Anda men bir yiziqqa kirib logo kirgizib olsam bo'ldi. Yiziq. Bilim. Bilim. Logo. Logo şekilde. Tamam. Bu yerden hareket bir olay ya. Ünün bir olay. Adette bu orunda küçük tutsun. Bu orunu kelgende bu orunda en küçük alet tutsun. Bu orunu kelgende bu çoğunluk o'rni mishada tutsin.